Nima gap? Kuninglar xayrli va barakatli o'tishini tilagan holda sizlar bilan ekran ortida Islam Kalichev or Astro Marcus IK again with you guys right now here. Ho'p, bugun sizlar bilan ko'pchilikni savollariga va qiziqishlariga sababchi bo'layotgan aynan o'sha men individual tarzda o'tadigan ucheniklarimga mentorship, ya'ni sizlarni tilinglarda tushuntirganda kurs haqida gaplashamiz. Ho'p, bu yerda Mm, sizni nimalar kutmayapti yoki kutyapti? Qanaqa ustunliklari yoki noustunliklari, ya'ni noqulayliklari bor. Barchasini detalni ko'rib chiqamiz. Xo'p, diqqat qiladigan bo'lsak, birinchi section intro. Bu mentorship sizni bekordan bekorga topib kelgani yo'q. Ya'ni bu video o'z-o'zidan sizni oldingizdan bekordan bekorga chiqmayapti. Ozgina fikrlab ko'ring. Endi bu mentorship albatta o'zimni ishtirokimda, ya'ni o'zim shaxsan o'zim o'taman. Individual tarzda bo'ladi. Ya'ni gruppovoy tarzda yoki boshqa narsa tarzda bo'lmaydi. Onlayn yoki offlayn o'tiladi. Xo'p, endi bu mentorshipda sizni nimalar kutyapti? Bu mentorshipda boshqa kurslardan farqli o'laroq noqulayliklari, albatta qo'sh tirnoq ichida, va noustunliklari haqida birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda siz ko'proq self study qilishingiz kerak. Ikkinchisi, judayam ko'p vaqtingizni olishi mumkin. Albatta siz bosib o'tgan shuncha yildan beri shug'ullanyapman yoki shuncha yildan beri mentor etib kelaman degan jumlalarga qaraganda haqiqiy yondoshadigan bo'lsak, judayam ko'p vaqt oladi. Negaligi va qandayligi va qanaqa vaqt haqidaligini keyingi bo'limlarda tushuntirib beraman. Real case'da ko'proq birga bo'lamiz, birga ishlaymiz. Qulayliklari va ustunliklari. Birinchisi, self research, ya'ni o'sha boyagi self study. Bu yerda batafsil o'zimni o'sha ucheniklarim bilan o'tilgan keyslardan hammasini o'qqizmay tomizmay boricha yozishga harakat qilganman. O'ziga o'zi birinchisi, ya'ni mana shu self researchda ustunliklari bor. Bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Tushuntirilgan bu yerda. Xo'p, eng yaxshi o'rganish bu o'rgatishdir. Ya'ni nimaga bu jumla bilan boshlandi, aforizm bilan? Men sizga o'rgatganimdan keyin siz o'zingizga o'zingiz ham o'rgatishingiz kerak. Tushunyapsizmi? Uni qandayligi hozir tushuntirib beraman. Misol sizga men mavzu tushuntirganimdan keyin siz uni o'zingiz yana qayta toki tushunganingizga qadar. Tushunyapsizmi? Tushunguningizcha ko'rasiz. Qo'lingizdan kelguncha, aqlingiz yetguncha ko'rasiz. Va topshiriqlarni ham, vazifalarni ham o'z vaqtida, o'z o'rnida xuddiki tushunganingiz kabi bajarasiz. Agarda xato va kamchiliklari bo'ladigan bo'lsa, biz uni siz bilan birgalikda o'sha joyda o'zi topshiriqni bajargan videoyingiz zapisi bo'ladi yoki skrinshot. Men skrinshotga anchadan beri nima desa bo'ladi, so'ramay qo'yganman, ko'proq video so'rayman. Ya'ni men biror bir mavzuni uchlikka tushuntirdim. Misol uchun likvidnesslar mavzusi yoki MSSOB shunga o'xshash balobattarlar mavzusini tushuntirib berdim. U qo'ldan kelgancha tushundi. Yana bitta tomoni bor. Biz bu yerda vaqt yo'qotmaymiz. Qanaqasiga deydigan bo'lsangiz, bilasizlar, YouTube'da juda ko'p narsalarni ochiq qo'ydim, qo'yib qo'yganman. O'sha videolarni ko'rasiz. Va qo'lingizdan kelgancha aytganimdek tushunganingizcha ko'ring. Okey, miyani o'zingizda, okey, o'zingizni majburlang. Okey, o'zingizni majburlamang, lekin miyangizni majburlab ko'ring. Tushunyapsizmi gapni ma'nosini? Qo'lingizdan kelgancha harakat qiling, vazifalarni bajarasiz, tashlaysiz. O'sha men YouTube'ga joylagan videolarni, bammisan, nima deyapsan? Sen menga o'tib bo'lgan narsangni yedirmoqchimisan? Yo'q, aslo unday emas. Siz tushunganingizni qanaqa qilib chartda, misol uchun, o'zingizni his qilganingizni shu vazifa orqali vazifani tashlaganingizda, uyga vazifani tashlaganingizda o'sha videoda ko'rinadi. Va xato kamchiliklarni birma-bir ko'rib ketamiz. Bunga yaqqol misol qilib men oxirgi paytda joylab kelayotgan o'sha MMXM Premium Mentorship A to Z, ya'ni A dan Z gacha bo'lgan o'sha onlayn shogirdim bilan, Bahodir aka bilan xususan qismini ko'rgan bo'lsanglar ko'ring. Ko'rmagan bo'lsanglar ko'rib bir qadar tanishib chiqsanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa. Shunaqa tarzda ketiladi va siz bilan birgalikda ishlanadi. Endi uni qanaqa afzalliklari bor?
ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda bu o'zingizga nimanidir tushuntirib gapirib berishingiz kelajakda bu mustaqil o'zingiz bilan o'zingiz olishishingizga ancha va o'zingiz bilan o'zingiz nima desa bo'ladi, muhokamali joylarda решениялар topishingizga ancha yordam beradi. Birinchisi, o'ziga o'zi mustaqil tushuntirishga harakat qilgan har bir treyder bozorni o'z ko'zi bilan yaxshiroq ko'ra boshlaydi. Bu nima degani? O'zinikini o'zi uchun to'g'ri deb biladi va atrofdagi shunga hech qanaqasiga e'tibor bermaydi. Misol uchun, men u kishini ustozi bo'lsam ham, Bahodir akani olaylik. Goldda u brat sell ko'ryapti, men buy ko'ryapmanmi? U brat o'zini ideyasida qoladi. Hozirgacha ham shunaqa qoladi. Nimaga? Chunki u o'zi ko'rgan va o'zi o'rgangan, to'g'ri, mendan o'rganyapti. Qaysidir targetgacha boryapti. Qaysidir likvidgacha hujum qilyapti. Va o'sha likvid yechilgandan keyingina men buy ko'rayotganimni hisobga oling. Tushunyapsiz-da? Ya'ni shunaqa bo'lishi mumkin proses, qaysidir likvidgacha u hujum qilmoqchi va men o'sha qaysidir likvid yechilgandan keyin buy ko'rayotgandirman. Shuni hisobi. Demoqchimanki, u bekordan bekorga o'zini o'sha modelida yoki olaylik, o'zini setapida boyaginaqa kuchli qaror qabul qilib qolmayapti. Tushunyapsiz-a? Bekordan bekorga emas bu. Ya'ni qolyapti demoqchiman. Shuni hisobiga. Bu qayta eshitishdan ko'ra samaraliroq. Ya'ni tasavvur qiling, okey, siz yangi uchenik bo'lib keldingiz, lekin men sizga YouTube'dagi narsalarni bilet diktafon yoki yana nima bo'ladi-yu, zapis qilingan narsa. Xuddi shunaqa qilib zapis qilib qaytarib aytib tushuntirib berishga bemalol aqlim yetadi, lekin u narsaga vijdonim yo'l qo'ymaydi. Tushunyapsiz? Nimaga? Chunki aytilgan narsani siz prosta dabbaga o'xshab qaytadan ko'rishingiz, to'g'risi men uchun bu ham vaqt, ham energiya, ham kuch, ham asabni juda katta miqdorda yo'qotish. Keling, xuddi shu asablarni, vaqtni, energiyani boshqa narsani ustida bosh qotirib yo'qotganimiz biz uchun ancha afzalroqligini birga tushunib yetsak. Darslarni qayta-qayta ko'rish imkoniyati bor. Bu nima degani? O'zingiz bilan men har bitta YouTube'ga qo'yadigan video darslikni aynan shu tushunliklardan so'rayman. Aka, agar xohlasangiz shu video YouTube'ga qo'yiladi. Agar siz yo'q desangiz qo'yilmaydi. Qo'yilmaganlari ko'p. Lekin vijdoni bor uchinliklar ham ko'p. Ya'ni kimlardir, men ularni vijdonsiz demoqchi emasman. Prosta tak kimdir o'zining shaxsiyatini ochiqlashni xohlamaydi. Tushundingiz-a? Kimgadir bu narsa yoqmas. Kimdir misol uchun hamma odam, onasini desa, men ham bilet boshida chichib yuborgan buqlarim ko'p bo'lgan, xato qilgan joylarim. Shunaqa dovdiraganlarni ommaga ko'rsatgisi kelmaydi. Kimlardir hayajon bo'lganligi uchun, gapira olmaganligi uchun u narsani ommaga ko'rsatgisi kelmaganligi uchun ham menga yo'q deydi. Xuddi shunday, agar men bilan kimdir ishlamoqchi bo'lsa, bu videodan keyin kimdir mendan mentorship sotib oladigan bo'lsa, undan обязательно so'raladi. Aka, xohlaysizmi shu narsa YouTube'ga chiqishiga? Yo'q. Пожалуйста, qo'yilmaydi. Ha. Okey. Muammo yo'q. Tushundinglar-a? Xuddi shunaqa. Xo'p, davom etamiz. Darslarni qayta-qayta ko'rish imkoniyati bor. Mana shu joyiga nisbatan aytyapman. O'zingiz bilan boyagi zapis qoladi u narsa. Aytganimdek, yo'q qo'yma desangiz qo'ymayman. O'zingizda qoladi u narsa. Faqat sizdan ham bitta iltimos, siz ham tarqatmasligingiz kerak. Tushundingiz-a? Agar rost tarqatishga rozi bo'lsangiz, okey, menga bering. Men naborot uni ko'proq auditoriyaga yetkazishga harakat qilaman. Endi bu esa murakkab konsepsiyalarni chuqur anglashga olib keladi. Nima degani? Sizda zapis bor, o'zingiz ustida o'zingiz ishlayapsiz. Hozir mana Bahodir aka hozir qo'yilgan videolarda aytyapti. Islom deyapti, qaytadan ko'ryapman. Vashi maza-yu deyapti. Endi aka bilan Jaydarchi o'zimiz bemalol aka-uka bo'lib gaplashamiz-da. Mana shu dabba bo'lgan ekanman-da deyapti. Shu burnimda, ko'zimda oldidagi narsalarni ko'rmagan ekanman, lekin attudak vashi bomba deyapti. Tushunyapsiz? То есть tushunib ko'rish kayf demoqchi. Keyingisi self study shakli treyderga o'zining kuchsiz tomonlarini aniq ko'rsatadi. Bu nima degani? Siz o'zingiz aqlingiz yetmayotgan joyda metka qilib qo'ysangiz, men bilan o'sha joyda gaplashib chiqamiz. Endi bu degani, oddiy aqlingiz yetadigan narsani ham bilib zametga qilib qo'ying. Menga shuni tushuntirib ber deyish, bu menimcha o'zingizga nisbatan ham nohaqlik, nafaqat menga. Bu esa mentor bilan ishlashda vaqtni behuda sovurmaslikni ta'minlaydi. Aynan men sizlarga ta'kidlab tushuntirmoqchi bo'lgan narsa ham mana shu. Ya'ni siz ko'rilgan, то есть qo'yilgan videolarni qayta ko'rganingizdan so'ng aqlingiz yetgunicha tushunganingizdan keyin vazifani bajarib menga tashsiz. Agar xato kamchiliklar bo'lsa, naborot boyagi olaylik g'ishmat bilan ishlayapman. O'sha g'ishmat boshida hech narsani tushunmadi, keyin meni o'sha YouTube'dagi videolarim, eski videolarni ko'rdi-da, tushungancha vazifani bajardi. Endi tushungan o'zini
Men egasida men uchun yarimchala tushungan G'ishmat mana bu vazifani bajarganda u bilan birga ko'rayotganimizda muhokama asosida juda ko'p narsani tushunadi. Tushunyapsiz? Va men unga gapirayotganda ishlatiladigan jargon deymizmi, sleng deymizmi, o'shalarni tushunishi va meni aytayotgan gaplarimni tushunishi yaxshiroq bo'ladi. Nimaga? Chunki u oldin meni eshitib ko'rdi va harakat qilib ko'rdi, garchi tushunmasa ham nima deyotganimni. Endi men unga o'zim tushuntirib bersam o'sha momentda o'zida, brat, men mana yerda SMTni shu joyda ko'rgan ekanman, to есть SMTlar faqat vaqtga qarardim. Yo'q, faqatgina vaqt bilan belgilanmas ekan. Demak, oxirgi lokalniy haylovlarda ham SMTlar sodir bo'lsa, iminni o'sha vaqtda o'ziga tegishli bo'lmasa ham SMTni olsak bo'lar ekan deb tushunadi. Bu oddiy bitta misol edi. Men bilan jonli emas, balki aniq savollar bilan uchrashasiz. Jonli degani qanaqa? Okay, onlayn bo'lmasligi, offlayn bo'lmasligi mumkin. Misol uchun, kimdir onlayn sotmoqchi bo'lsa, offlayn bo'lmasa ham, o'zim men offlaynda uncha xush ko'rmayman. Nimaga? Chunki offlaynda juda ko'p xarajatlar bo'ladi. Misol kelib ketish, qayerdadir kvartira turishi yeb ichari nimadirlar. Naоборот, onlayn bo'lsa yaxshi. No, xullas shunaqa. Demoqchimanki, offlaynda behuda gap safsata ketkizgandan ko'ra, naоборот, onlaynda dangal-dangal ish qilgan afzal men uchun. Vaqt ketkazmasdan, tushundingiz-a? Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bemalol yozib qo'yishingiz mumkin, so'rashingiz mumkin, qayta-qayta murojaat qilishingiz mumkin. Tushunyapsiz? O'sha momentda o'zida. Offlaynda bunga o'xshash situatsiyalar sal odam chalg'itadi, chunki gap qochib ketib qoladi. Nimagadir chalg'iysiz tashqi ta'sirga demoqchiman. Ko'zingizning oldida faqat chart bo'lgandan keyin chart ustida gaplashaverasiz, faqat shu narsani ichiga deeply dive into the chart bo'ladi. Ya'ni o'sha chartga chuqur sho'ng'ib ketamiz. Bu vaqt va energiyani maksimal tejaydi. Xo'p, treyderga o'zining tafakkurini shakllantirishga majburlaydi bu holat. Bu esa uni real bozor sharoitida mustaqil fikrlash qobiliyatini yanada kuchliroq qiladi. Bu nima degani? Nimadir tushunmayapti. Misol, menga vazifa tashlash kerak. Harakat qilyapti tushunishga, nimadir tushunmayapti, lekin o'sha narsani full focus bo'lib, ya'ni miyani joyiga qo'yib, sovuq kallaga bitta o'tirib harakat qilib ko'rsin, tushunishga nimadir kulchoy momentini ushlab oladi. O'sha orqali ham vazifani bajarishga harakat qilib ko'rsa, demak undan najot kutsa bo'ladi. Ya'ni u nimadir kelajakda o'zi uchun kashf qilib, o'sha kashf qiladigan protsessgacha bo'lgan jarayonda nimanidir ila oladi. Bunaqa o'zini qiynamaydiganlar bilan men ham misol uchun ishlashni xohlamayman. Har bir tushunmagan nuqta, ya'ni mavzu, case, umumiy chalkash nimadirlar emas bu yerda. Aksincha, o'sha mayda siz tushunarsiz deb hisoblayotgan detalchangizda ko'p narsalar yashirin va bu sizni individualga xos muammo sifatida ko'rib chiqishga undaydi. Ya'ni biz siz bilan birga bir ishlayapmiz. Siz meni bemalol 24/7 tushuntiklarimga aytaman. Agarda men mabodo tavba qildim, o'lib bo'lib qolmasam yokida uxlayotgan bo'lmasam yokida telefonim zaryadi o'chib qolmagan bo'lsa, men 24/7 aloqadaman. Tushunyapsiz? Bu narsani biz bemalol sizlar bilan ko'rib chiqib olamiz. Va o'zingiz bilan gruppa o'yinlarda bo'ladi, misol uchun. Shuning uchun ham men gruppa o'qitmayman. Kimdir nimadir deydi, gap qochib ketadi, tushunmaydi, uni aytganini u tushunmaydi. Men unga tushuntirib bersam, bittasi tushunmay qoladi, unaqa bo'lmaydi. Bitta faqatgina o'zingiz bilan ishlanadi. Birgalikda bo'ldi. Qanaqa savolingiz bo'lsa bo'ldi, go, chartda ko'rib chiqilaveradi. Bu format orqali faqat men tushundim degan illyuziyani yo'qotamiz. Ya'ni men tushundim degan narsa bu nima? Tushunlik tomonidan men sizga tushuntirib berishga harakat qilaman. Ya'ni tushunlik rolda. Bu tushundim deb ketilavermaydi-da. Tushunyapsizmi? Nimadir ko'rsatib berdim-a? Misol uchun siz darsni ko'rdingiz, bo'ldi emas. Endi siz uni o'zingizga ham tushuntirasiz. Bilasizmi qanday? Vazifani qilayotganda. Chunki gapirishingiz kerak-da. O'zingiz bilan o'zingiz gaplashib, o'sha vazifalarni joylarini ko'rsangiz, ishoning juda ham maza qilasiz. Men bilan til topishib ketishingiz ancha oson bo'ladi va birgalikda biz bitta kallani sovutib, bitta chart ustida full focus ishlasak, o'zingiz aqlingiz yetadi, okey. Lekin baribir tajriba degan narsa rol o'ynaydi-da bu yerda. Shu ko'rmay qolgan joylaringizni ko'rishga men yordam beraveradigan keyslar juda ko'p chiqadi. Aynan o'sha momentlarda biz siz bilan maza qilib dars o'tamiz. Ana bitta narsa bor. Men o'zim uchun pin qilib qo'yganman. Shu gapni mini mashatga kiritganman. Tushunganingni ifodalab bera olmasang, demak sen tushunmagansan. Tushundingizmi nima demoqchi bo'lganimni? Bu degani, misol uchun, mana bu olma, bu
har kuni ertalab turib yesang, sen doktorga borish protsessini anchaga kamaytirasan, ya'ni e, sog'lom bo'lasan degani. Endi xuddi shu narsani protsessda siz e, men sizga ko'rsatib beryapman, endi siz ham menga ko'rsatib berishingiz kerak. Ya'ni har kuni tartibida, vaqtida, soatida o'sha turib, bir stakan suv ichib, bitta olma, oralig'ida vaqt bilan atak shirshir bo'lib qoladi-yu menimcha, olma bilan suvni qo'shib yuborsa. Xullas shunaqa demoqchiman. O'sha narsani rezultatini o'zingiz ham his qilishingiz kerak demoqchiman. Tushundingiz-a? Ya'ni o'zingizga o'zingiz tushuntirgan narsangizni kayfini bitta his qilib ko'rsangiz, keyin meni nimaga bunchalik chuqurlashib mavzularni tushuntirib berishimni tushunasiz. Ha, deysiz. Bachcha bekorga bunaqa qilmayotgan ekan. Bekorga bu vaysa qilmas ekan. Chunki chartda siz o'zingiz bilan o'zingiz gaplashasizda, tushunyapsizmi? O'zingizga o'zingiz mentor bo'lasiz. Unda qo'rqoq uzru, "Nahoy sen keraksan menga" deyishingiz mumkin. Men sizga sotib ololmaydigan, okey, bilimimni sotib olishingiz mumkin, lekin tajribamni emas. Tushunyapsiz-a? Siz meni menga o'xshab entry modellar qilishni sotib olishingiz mumkin. Lekin meni aynan o'sha momentlarda kiradigan duximni, behavior deyiladi, xulq-atvorimni, chartga bo'lgan hissiyotlarni jilovlash qobiliyatimni sotib ola olmaysiz. Uni faqatgina ko'rib o'rganasiz, amalda bajarib o'rganasiz. Ya'ni xuddiki olmani yeysiz-u, boya aytdim-u, ertalab turib o'sha yeysiz, rezultatini his qilasiz-u, xuddi shunaqa momentda siz tushunib yetasiz. Keyingisi, self study formati o'z vaqtini boshqarishni, tushunyapsiz-a? O'z ustida ishlashni va mustaqil ravishda muhim va kerakli qarorlarni o'z o'rnida qat'iyat bilan qaror qabul qilishni o'rgatadi, uzr, Allohga shukr. Va bu professional treyderning eng muhim quroli hisoblanadi. Diqqat qiling, o'z vaqtini boshqarish nima degani? Men mana shu yerda uchinchilarimga tushuntiraman. Kim bo'lishidan qat'iy nazar davlat ishida ishlaydimi, qanaqadir biznesi bormi o'ziga yarasha, yoki bo'lmasa umuman bekorchimi, farqi yo'q. Aka deyman, o'rganish protsessida mana 2 oy bo'ladimi, 1 oy bo'ladimi, kim bilandir 4 oy, 1 yil, farqi yo'q. Qancha muddatda olsa, o'sha odamlarga tushuntirganman. Akalar, iltimos sizlardan ukalar, o'zingiz uchun men bilan dars qiladigan jarayoningizda kun tartibiga kirgizganingizdan keyin please time managementni yo'lga qo'ying. Ya'ni shu vaqtdan shu vaqtgacha shuni ish qilaman, bundan keyin buni qilaman, undan keyin oilamga vaqt ajrataman, ovqatlanaman, zalga chiqaman, nimadir, darsimni shu soatdan shu soatgacha full fokus qilaman. Keyin shu soatdan shu soatgacha misol Islom bilan, mentorim bilan dars qilaman. Tushunyapsiz? Xuddi shunaqa. Aytdim boyagi MMXM Premium mentorshipda misol uchun Bahodir aka ishli odam, oilali odam, yoshi ancha katta odam. Tasavvur qiling, u kishini nima deymiz, o'sha time managementini sizga bir qadar tushuntirib berishga harakat qilaman. Farzandlari, oilasi ishiga vaqtini ajratadi, o'shandan keyin dars qilishga ulguryapti. Tushunyapsiz-a? Qo'lidan kelgancha va vaholanki yoshi где-то 30 dan baland. Tasavvur qilyapsizmi? Ya'ni hammasini kontrol qilish uchun birinchi navbatda o'zingizni vaqtingizni to'g'ri joylashtirishingiz kerak. O'zingizga nisbatan. O'shani ustida to'g'ri ishlashingiz kerak. Ya'ni misol dars qiladigan vaqtingizda boshqa narsaga sarflab qo'ymang. Okey, nimadir qanaqadir tadbir, misol uchun ma'raka chiqib qolishi mumkin. U narsalar okey holat. Просто behuda vaqt sarflash waste of time bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir oshnalar bilan yoqqa bu yoqqa borish bo'ladigan bo'lsa, siz nafaqat meni vaqtimga, o'zingiz vaqtingizga ham xiyonat qilayotgan bo'lasiz. Уже darslarda cho'zilishiga, mavzulardan orqaga qolishingizga va ko'p vaqtni behuda yo'qotishimizga olib keladi. Xo'p, eng asosiy joyini tushundingiz menimcha. Eng muhim qurol bu aynan o'sha self study jarayonida siz o'zingiz uchun kerakli qarorlarni to'g'ri qabul qilishni o'rganib olasiz. Keyingisi, punktual va amaliy dars yondashuvi. Nazariyada emas, chizmada yutamiz. Chizmada endi bitta chart nazar tutganman. Bitta e'tibor qiling, afzalliklariga 1000 marta ko'rgandan ko'ra 1 marta, 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta ko'rgan afzal, uzr. Misol darsni ko'raverasiz, bo'ldi, endi qildingiz-ku. Misol uchun qaysidir joy tushunmay qoldingiz, lekin boyagi dars ko'ryapsiz, yana shu gap. Endi siz men bilan o'sha narsani o'zingiz bitta tushunganingizcha ko'raverasiz-ku, bo'ldi, yechim halda.
Yoki bo'lmasa, bunga yana bitta misol qilib keltira oladigan joyim bor. Boya aytdim-ku sizga, men YouTube'dagi darslarni bemalol noldan vaqtini olib boyagi odamni haqqiga xiyonat qilib o'tish. Ana devil deydimi? Shaytonvachcha ichimdagi maraz odamchani yoqsam qo'limdan keladi. Lekin u meni shaxsiyatimga meni xulq-atvorimga u narsa to'g'ri kelmaydi. Chunki men unaqa o'qitadigan odam emasman. Tushunyapsiz-a? U любой odamni qo'lidan keladi. Chunki hamma odamda nafs bor. Menga nima kerak? Men uchunligim bilan kayf qilib soatlab gaplashay. YouTube'ga qaranglar, 4 soatlik, 3 soatlik darslar bor. Tasavvur qilyapsizmi? U prosta kayf qilib gaplashish, tushunish bir-birimizni. Men unga nima demoqchi bo'lganligimni, chartda nimalar bo'layotganligini his qilish. Biz chartda bekorga aytmadim biz. Nazariyada emas, naborot chartda yutamiz deb turib, chizmada yutamiz deb turib. Onlaynda ustunlik tarafi ham mana shunda. Biz o'tiramiz chartda. Bo'ldi, to'g'ri, out of topic bo'lib boshqa narsalar misollar ketishi mumkin, lekin adin xuy biz yana chartga qaytamizda mana shu narsa ustida ko'proq bosh qotiramiz. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun ham aytdim. 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta ko'rgan afzal. Siz ko'rdingiz darslikda, boyagi yangitdan bo'lgan misol noldan keladigan uchenlikka ham boyagi YouTube'dagi narsani yana qaytadan yedirib yuborish mumkin, lekin unday qilish xato. 1 marta ko'riladi. Boya aytdim-ku, tushungancha, qo'ldan kelgancha ko'radi. O'sha narsani men bilan bitta ko'rsa, miyasida chotki mixlanadi. O'shandan keyin bitta повторить qilsa bo'ldi. O'sha narsa miyasida qolib ketdi u odamda. Endi chin ko'ngildan dars qilsa misol uchun. Chunki men bilan ishlagan uchenliklar orasida faqatgina chin ko'ngildan mehnat qilganlargina hozirgacha aloqada. Xo'p, diqqat qiling. Nazariyani real chartda bajarish davomida treyderning ko'zlari ochiladi. Tushunyapsiz? Xatolaringizni ko'rib chiqasiz. Misol, ko'pchilik odam kuniga o'nlab odamlar yozishadi. Aka, siz darsligingizda mana qilib yodingiz, lekin mana yerda bunday emas-ku. Tushunyapsiz? E'tibor bilan ko'rishmaydi. Vaholanki hamma narsa ochiq oydin qo'yilgan. U kutishni emas, aniqlashni o'rganadi. Ya'ni o'sha momentda konkretni o'zi uchun setapni joy-joyiga qo'yadi. Bo'ldi. Ishni qilaveradi. Tushundingiz-a? Bekordan bekorga boyagi o'zini bittadir ko'rgan narsalari bo'yicha chalg'ib yoki bo'lmasa eshitgan narsalari bo'yicha chalg'ib vaqtni behuda ketkazmaydi demoqchiman. Именно men bilan ishlasa, men aytgan narsalarni qilsa, chin ko'ngildan yondoshsa, okey. Xo'p, bu yerda nima noto'g'ri bo'ldi degan savolga birgalikda javob izlash. Tushundingiz-a? Aytyapman-ku. Hozir mana misol keltirdim. Bu yerda shunaqa degandingiz, bu yerda bo'lmayapti. Nimaga? Chunki e'tibor yo'q. Men bilan ishlaydigan studentda shunaqa imkoniyat bor. Lekin bu degani student bo'ldingiz degani bilgan bo'qni yeyish kerak degani emas. Aytganimdek, chin ko'ngildan tushunishga harakat qilib ko'ring. Okey, agar tushunmasangiz, shu darajada endi uzr-u yetib bormasa, men sizga yetkazishga harakat qilaman. Endi bu menimcha haqiqiy o'rganish bo'lsa kerak deb o'ylayman. Har bir vazifa faqatgina bilimni emas, real time tahlil qilish ko'nikmasini shakllantiradi. Real time degani, misol uchun ishladigan vazifalarni bajardi. Endi xuddi shu o'rgangan narsalarimizni birga oxirida повторить qilamiz. Chista bugungi price action'da o'zida. Tushunyapsiz? Tasavvur qiling, bugun dars o'tdik siz bilan yoki bo'lmasa G'ishmatbek bilan likvidnesslar, ya'ni ichki va tashqi likvidlar borasida biz ko'rib chiqdik va u MMXMni asl yuragi ekanligini unga sekin-asta men his qildirib boryapman va tushunyapti u ham. Endi xuddi shu narsani bitta bugungi bozor holatida ko'rib chiqamiz. Yana mixlanadi kallasida. Tushundingiz-a? Treyder dars davomida nafaqat eshitadi, balki o'z savdosini tushuntirishga majbur bo'ladi. Tushundingiz-a? Boya aytgan narsam. O'zingiz bilan o'zingiz gaplashganingizdan keyin men bilan gaplashishingiz osonlashadi. Bu ongingizni ham ancha kuchaytiradi. Ya'ni bozorda nima bo'layotganligini his qilishga boost, ya'ni yordam, ko'tarishga yordam beradigan narsa shu deb o'ylayman men. Amaliy mashqlar orqali xatoliklarni birgalikda tahlil qilamiz. Amaliy mashqlar degani bu endi albatta vazifalar va topshiriqlar. Bu esa takroran xatoga yo'l qo'ymaslikni kafolatlaydi. Bu nima degani? Bu misol uchun sizga aynan o'sha ichki va tashqi likvid mavzusi borasida sizga topshiriq berildi 10 ta buy holatiga, ya'ni 10 ta ichki likvidni yechgan, qanday tushuntirsam bo'ladi? 10 tani ichida 5 ta sell, 5 ta buy ichki likvid uchun, tashqi likvid uchun
U ham 10 ta o'pish, lekin 5 ta buy, yana 5 ta sell. Tushunyapsizmi? Shu darajada ko'rib chiqiladi. O'sha narsani mm, vazifani tashlagandan keyin boya videoda gapirib beradi-yu. Shu narsada agar xatoliklar bo'ladigan bo'lsa, birga ko'rib chiqamiz. O'sha joyda u takroran ko'rayotganda xatosini tushunadi. Ha, demak men sell trendda buy qidirayotgan ekanman deydi. O'zini xatosini tushunadi. Bu narsa keyingi safar oldidan chiqqanda, to'xta deydi. Men o'tgan safar dars qilganimda mana bu yerda kalla qo'yib qo'yuvdim. Men hozir endi mana shu yerda zilka ochayotganimda shu bo'q deyman. "Ya, kechirib qo'yasiz" dedi. Men o'zim likvidimni yechgandan keyin, to есть ichki likvidga borgandan keyin MMBM modeli bo'yicha bayga ishlayman dedi. Ozgina ko'tti qilib kutaman. Uzr alaykum Goldbek deydi. Oltinbek Tillobek deydi. Bu formatda noto'g'ri trade qilishdan qo'rqmaydi. Chunki men bilan uni tahlil qilib, to'g'ri yondashuvni aniqlayman. Men ucheniklarimga aytaman, aka, qo'lingizdan kelgancha tushunganingizcha, boya aytganimdek harakat qilib ko'ring, mayli xato bo'lsa ham qilib ko'ring deyman. Tushunyapsizmi? Ko'pchilik tushunmadim, nimadir deydi. Bitta o'xshatishga keltiramanda shu joyiga. Kamonni boru, qo'lga olib boyagi nishonga tekkizolmayman, baribir qo'yaver, nima qilaman otib deydigan odamlarga men o'shanga tushuntirib berishga harakat qilaman. Aka, siz olib kamonni, mayli qiyshiq onasini emsin, oyog'ingiz tagiga tushib qoladi-yu, o'shanaqa bo'lsa ham bir otib ko'ring deyman. Bir ko'raylik qayoqqa boryapti, qayoqqa yetmayapti. Misol uchun 7 ga tegib qoldi kimdadir, 10 ga tekkizolmadi. Kimdadir 1 ga tegib qoldi, kimdadir boyagi mo'ljalni tagidagi boyagi raqamni tagidagi o'tga, yerga tushib qoldi. Tushunyapsizmi? Demak, men bu odamning potensialini bilaman. Bunga boyagi mo'ljalgacha bo'lgan joyda, misol uchun g'ishmat shuni 1 ga tekkizdi. Demak, men 1 gacha bo'lgan joyda olib tashlayman, ya'ni shuncha masofani bosib o'ta oldi. Shuncha joygacha aqli yetdi olib kelishga. Endi men 1 dan boshlab 10 gacha tekkizadigan joylarni ko'rib chiqaman. Tushundingizmi? Nima noto'g'ri, nima to'g'ri degan joylarni mana shu yerda u bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Shuning uchun ham aytayman, qo'rqmasdan analiz qiladi. Xato bo'lsa ham, to'g'ri bo'lsa ham farqi yo'q. Prosta analiz qilish kerak. Aytilgan, o'rgatilgan, ko'rgan narsasi bo'yicha. O'sha qayergacha yetib kelsa, misol uchun 7 gacha yetib keldim, bo'ldi, men uni 10 gacha olib borishga harakat qilaman. Kamon nishonlari tariqasida tushuntirib berishga harakat qildim bu joyda. Xo'p, mentor bilan faol tahlil jarayonida trader o'zining noto'g'ri niyatlar, endi ozgina bitta tarjimasi o'zbekchaga keltira olmadim. Zo'r gap bor edi. Shu ichidan o'tayotgan keyslarda bu yerda oldindan shakllangan noto'g'ri xulosalarni anglaydi. Bu nima degani? Niyatlar deganda qanday? Boyagi kutadi-yu, kutish jarayonida price actionga kelayotganda to'xta deydi, hozir FOMO qiladi-da. Mana shu yerdan kirib olay, hozir ketib qoladi-da deydi. Tushunyapsiz? Niyat bu yerda kutmasdan dabbaga o'xshab prosta narxga ko'r-ko'rona ergashib olish. O'zini asl haqiqiy niyatini yo'qotib qo'yapti. Tushunyapsiz? Mana shu noto'g'ri niyat. Haqiqiy niyat qanaqa? Shoshmaydi. Kuzatadi. Chunki u meni tajribamdan, men unga misollar keltirayotgan jarayonimda ko'rgan, o'rgangan o'sha likvidni addin qo'y yechadi. Yechgandan keyin, ya'ni stop hunt bo'lgandan keyin o'sha stop hunt bo'layotgan joy PDR'da bo'lsa, SMT'si bo'lsa, 9:30 dan keyingi o'sha AM sessionga to'g'ri keladigan makro time'lar oralig'ida sodir bo'ladigan price action bo'lsa, go bosiladi o'sha joyda. Lekin shuncha narsa bo'lmasdan turib, boyaginaqa noto'g'ri niyat asosida entry qiladigan bo'lsa, oladiganini oladi shapatdan, yaxshigina bozordan. Oldindan shakllangan noto'g'ri xulosalarni anglaydi. Tushunyapsizmi? Ko'rdi, o'sha bo'xtni yeb ko'rdi, bo'ldi. Keyingi safar bu xatoni qilmaydi. Oxirgisi tepada qizilda yozilgan nazariya emas, amaliyotni o'zlashtirgan trader bozorga ishonch bilan kiradi. Tushundingiz-a? Termin yodlashdan foyda yo'q. Qoyillatib bilganingizdan ham foyda yo'q. Sharillatib aytib bersangiz ham foyda yo'q. Uni gapda isbot qilish kerak. Chartda ko'rsatib berish kerak. Shuning uchun ham men boya aytdim. Tushunganini tushuntira olmagan trader bu tushunmagan trader dedim. Chista mavzuni tushunish borasida aytdim-da, ya'ni o'zingizni tushunganingizni
Birovga tushuntira olyapsizmi? Demak, siz u narsani yaxshi tushungansiz. Tushuntira olmasdan mujmallanib, anov manov deb turib gap topib qochib, bu yoqdan qilib, shu oxiri qo'shnimizni iti bo'lmay qoldi-da, o'shaning uchun mavzuni yaxshi o'zlashtira olmadim, a. Oma, kechirib qo'yasiz, ustoz joyiga deb turib gapni Qo'shrabotga burib yuborgan. Bu rostdan tushunmaganligini katta belgisi. Bu esa foyda uchun eng asosiy poydevor. Shuning uchun ham men sizlarga aytyapman. Yana qaytarib aytaman. O'zingiz bilan o'zingiz gaplashish jarayonida juda ko'p sirlarni o'zingizga o'zingiz ochib qo'yasiz. Men bilan bu jarayonda meni tajribam asosida ko'rsangiz, bilsangiz, o'zingiz uchun ham qanaqadir tajriba orttirasiz. Tushunyapsiz-a? Siz men bilan nimadir qilib ishladingiz, o'zingiz uchun tajriba orttirdingizmi? Demak, u tajriba sizniki. Misol uchun men mana bu ko'rgan narsamiz mix, ya'ni olaylik SNR'da ishlatdik, MMXM'da ishlatdik. Bu mix style deyiladi. Dedim, u uchinik o'zi shu narsani tushundi, angladi, bildi, his qildida yoniga men mix style deb yozgan narsamga yoki kiritgan narsamga u shu narsa nimanidir qo'shdi. Olaylik SMT ni qo'shdi deylik, misol uchun. Yoki makro time'ni qo'shdi deylik. O'sha joyda endi u bu narsani qayta nomlaydida remix style deb qo'yadi. Va bu rostdan ham uniki. Chunki men shuncha narsani tushuntirganim ichida SMT bilan makro time'ni qo'shmagandim. Va u qo'shdi. Va u endi o'zini anavsi modelni yaratdi. Uzr, Allohga shukr, Instagramda juda ham ko'p oldimdan chiqib ketibdi mana shunaqa treshlar. Qancha bloklasangiz shuncha ko'p chiqaveradi. Bilmayman nega unaqa. Men o'zimning shaxsiy strategiyamni o'rgataman. Men ushbu kursda nima, uzr, kechirib qo'yasiz. Hech narsa bitta shaxsiy narsa emas. Bitta shaxsiy tajribangiz asosida tushungan narsangiz bo'ladi xolos. U sizning modelingiz emas. Adigan u narsa bozorda bor. Prosta u siz tushunib qolgan, Abdulla Oripov aytadi-yu, men anglagan falsafa shu. Bu siz anglagan falsafa bo'ladi xolos. Shuning uchun ham nazariya emas, amaliyotni o'zlashtirgan treyder bozorga ishonch bilan kiradi. Duh. Tushundingiz-a? Ya'ni tajriba asosida orttirilgan duh bu egodan ancha farq qiladi. Bu ego deyilmaydi, bu chista tajriba deyiladi. Psychology and backtesting. Men maza qiladigan joyi. Hamma uchunligimga tushuntiraman-da. Siz okey, aka, kun keladi, mavzuni yaxshi tushunasiz. Qancha muddatligini bilmayman, lekin aniq xudo xolasa tushunasiz va bitta narsani tushunib yeting. Iltimos, oxirgi bosqich bu psixologiya bosqichi. Bu yerda siz o'zingiz va isqirt nafsingiz bilan, hammada isqirt nafs, menda ham haykaliga otib ketgan nafsingiz bilan juda katta jang qilasiz. U jahon urushlarining jangi sizni nafsingiz bilan o'rtangizdagi jangni oldida xo'yni ishoning. Chunki u yerda kazi kelganda, uzru, menda o'zimda shunaqa bo'lgan. Endi yoshlik qilib qo'yganman-da ba'zi joylarda. Aytayapman, u chis tajriba. O'zimni qaysidir oilamga ketadigan pulni solib trade qilgan joylarim bo'lgan. Chis tajribaning evaziga. Va u o'sha olib chiqib ketgan. Balki bu omaddir, bilmayman, lekin omad degan narsaga men ishonmayman. Uzru olib chiqib ketgan. Kimlardadir bu narsa o'xshamagan. Tushunyapsiz? Va bu juda qaltis. Va men bu narsani hech kimga maslahat bermayman. Даже pizdes bilimli bo'lsangiz ham. Chunki u har doim ham o'xshayvermaydi. U juda ham bir katta jinoyat juda ham katta olamshumul o'g'rilik qiladi-yu. Xuddi shunaqa narsaga o'xshaydi. Juda qaltis. Chunki agar u pul yo'qolsa, to есть yo'qotsangiz, ko'tingizga tiqib yuborsangiz, uzru, silib qilib yuborsangiz, oilangiz och qilish hech gap emas. Tasavvur qiling. Birida shunaqa bo'lgan menda. Ya'ni men chista o'zi u pulni chista oilamga olib kirmoqchi edim. Uzr, ozgina lirik chekinish qilamiz. Ajratib qo'yganman, burchakda turibdi. Tushunyapsiz? Oilaga ishlatishim kerak. Vaziyat bo'lib qoldi, shunaqa bosib yuboriladigan joy deb turib, o'zimcha endi yoshlik qilib qo'ydim-da, yangi uylangan paytim. Va tasavvur qiling, nechadir oylik chaqaloq farzandingiz qo'shimcha ozuqa olish kerak va o'shani o'rniga uzr aytib berish ozgina sal noqulay bo'lyapti-yu. Ya'ni tomog'imda nimadir turibdi. Ko'zimni oldidan ketmaydi-da, o'shaning uchun sal qiynalyapman. Ishdan kech keldim va uydagilar meni deb och qolishdi. Tushunyapsizmi? Meni deb och qolishdi. Va o'sha kichkina o'g'lim,
Katta o'g'lim endi kichkina paytda menga qarab turib, qo'limni shimayapti. Shu qadar shimayaptiki, shirin bir asalari chaqqanday yoqyapti, lekin achchiq. Ichimda o'yvoryapti. Chunki men uni mm, rizqini men yo'q qilib yubordim. Tushunyapsizmi? O'zingizni kechira olmaysiz. Chista mana shunaqa nafsiz pizdец bo'lib ketadi demoqchiman. Shunaqa level bo'ladi demoqchiman. Tushunyapsiz? O'shanaqa levelda siz o'zingizni bosib olishingiz kerak demoqchiman. Chunki men u bo'qlarni yeb ko'rganman demoqchiman. Shunaqa xatolarga nihoya yo'l qo'yishingizga nima desa bo'ladi? Men sababchi bo'lishim kerak. Yo'l qo'ymasligingiz kerak. O'shani oldini olish kerak. Va o'shani oldini olishda men qatnashaman. Nima bo'lmasin. Va bu yerda o'ylamangsiz mendan, aka, biznes zo'r gap. Unaqa paxtalar bo'lmaydi. Mendan kattamisiz, kichkinamisiz farq yo'q. Ishoning siz bilan imkon qadar til topishib olgandan keyin aka yoki ukaxon mazgingizni qo'lingizga beraman shunaqa achchiq gaplar bilan. To'g'ri, men ham oymasman. Nobody is perfect, but practice makes perfect. Tushunyapsiz? Hech kim mukammal emas. No, praktika bilan mukammallashib boraveramiz. Qatra yig'ilib daryo bo'laverdi-yu, xuddi shunaqa narsa. Men kezi kelganda qilgan xatolarni siz yo'l qo'ymasligingizga nima qilib bo'lsa ham, nima deb bo'lsa ham to'xtatishga harakat qilaman. Xuddi shunaqa moment bo'ladi. Demoqchimanki, uzr, lirik chekinish out of topic bo'lib ketdi. O'sha moment keladi, ya'ni backtesting orqali nazariya amaliy mashqlar orqali, vazifalar orqali chartda o'sha 3-4 soatlab o'tirishlarimiz orqali chart zo'r tushunasiz. Okey, bittada etaplardan ham o'tib ketarsiz, lekin ketma-ket payoutlar qila olgan trader, qaytarib aytaman, men uchun bitta shotda, to есть bitta funded bo'lgan akkauntda 3 marta 12% dan rovna, ya'ni o'ziga qoladigani, olaylik 100 ga shot, o'ziga qoladigani 10 ming. Xuddi shunaqa rezultatni 3 marta ketma-ket bajara olgan trader rostdan ham haqiqiy, misol uchun, trader deb o'ylayman. Chunki u hissiyotlarni ancha jilovroq olgan bo'ladi-da. Kalma deydi-yu. Xuddi shunaqa. Shunaqa qilishga qo'ldan kelgancha harakat qilaman demoqchiman. Bu narsaga erishishim ham o'zimda oson bo'lmagan va sizda ham oson bo'lmasligiga men 100% kafolat beraman. Oson bo'lmaydi. Chunki siz endi boyagidek qandaydir terminlarni ko'rmaysiz, bozorda olishuvlar qilmaysizda, siz endi ichingizda boyagi haromi bilan olishasiz, nafs bilan. Afsuski, o'sha chirib ketgan nafsingiz o'ziga tegishli. Bu shu yerda bitta o'xshatish qilishga harakat qilaman. Misol, qaysidir odamni bilmaysiz, lekin u traderligini bilasiz. Uni ochgan pozitsiyalariga qarang. Shunda siz uni kimligini bilishga где-то 70-80% nima desa bo'ladi, prediction deydimi? Bashorat qilsangiz bo'ladi o'zingiz uchun u odamning kimligini сделкалariga qarab turib chista. Siz uni ismini, sharifini bilmaysiz, ko'rmagansiz hayotda, lekin tanishmoqchisiz, soha yuzasidan nimadir bo'lib qoldi, tanish chiqib qoldi, bitta сделкаларni ochib qarasangiz, siz uni hayotda qanaqa odamligini bilib olishingiz mumkin. Barqarormi yoki beqarormi? Tushundingiz-a? Xuddi shunaqa. Endi keling, bu yerga bir qaytamiz. Ya'ni o'sha ichki kuchi yo'q trader, ya'ni ayam aytardi, rahmatli onam. Endi boshida misol olimpiadada ingliz tilida o'rin ololmagandan keyin ikkinchi o'rin bo'lib qolganman, rosa yig'laganman. O'ylab bitib bola bo'lmay. Shunaqa ham irodasi sust erkak bo'ladimi, derdi. Endi men chista harakat qilganman-da, qo'limdan kelganini qilganman, lekin ikkinchi o'rin bo'lib qolganligim uchun menga juda alam qilgan, o'shanda yig'lab yuborganman. Endi yosh bo'lganmiz. Keyin o'shanda ham aytgan, erkak kishi yig'lamaydi, latta degan. Xuddi shunaqa irodasi sust bo'lgan odam trade'da unga o'rin yo'q. Bu yerda ham xuddi shu narsani aytmoqchiman. Ichki kuchi yo'q deb turib, inside feeling deyiladi. Ichki kuchi yo'q trader uchun grafik faqat chiziqlardan iborat bo'ladi, xolos. Tushunyapsizmi? Shunday bozorga shunday qaraydi, shu ish ham nazariy, ham amaliy, ham backtest orqali miyasini charxlab, ham ichki hissiyotlarni kontrol qila olgan odam haqiqiy monster. Tushunyapsiz-a? Chunki u bozorda, to'g'ri, men bir paytlar aytardim, psixologiya darsimda ham aytganman. Odam vaqt o'tgan sari uni fikrlari ham o'zgarib boradi-da. Shayx Adoniyov aytgandek. Va men hozir shu narsani bemalol uvereni bo'lib ayta olaman. Agar siz mana shu stage'da, ya'ni mana shu bosqichda yengib o'ta olsangiz, psychology, ya'ni psixologiya
bosqichini. Sizda bozorni siz kontrol qila olasiz. Nima bilan? Xuddi o'zingizni nafsingizni kontrol qilganingiz bilan. Baravar narsa. Chunki yoqmayaptimi o'sha price action, rostga kirmaysiz, tamom. Nimaga? Chunki siz tishingiz o'tmayapti emas. Bilasiz, sizda hozir nimadir chalkashlik bo'ldi, ichingizda bo'ldi va u adin xuy sizni minusga tiqadi. Ichki chuyka deyiladi-da, bu ichki hissiyot. Bilib turibsiz. Siz shu narsani bilib turib qilsangiz endi uzr, siz ahmoqdan boshqa hech emas. Hech qanaqa ta'rif keltira olmayman sizga. So'kinardimi uzr? So'kina olmayman. Bu narsani 3 martadan ortiq qildingizmi, dabbadan farqingiz yo'q uzr. Rostdan shunaqasiz. Va ishoning ko'karmaysiz. Internetdagilarga o'xshab kasb harom deysiz. Nimadir deysiz. G'aybulla domlami o'sha kishi aytgani, stol tennis harommish, bilyard o'ynash harommish. Ey, birodarlar deydi-ya. Shuni halol yoki haromga ajratguncha avval shunda хотя бы bir muvaffaqiyatga erishib olaylik-chi. Keyin haqiqiy fatvosi chiqqandan keyin bir o'tirib o'ylab ko'ramiz. Deydi-ya. Endi uzr, ketma-ket keltirib bera olmadim gapini. Xulosasi shu demoqchiman. Xuddi shunaqa. Men bu yerda hech qanaqa diniy manipulyatsiya qilmoqchi emasman. Please, to'g'ri tushuninglar. Tushunyapsizmi? Siz sohani ichiga kirganingizda qachon his qila boshlaysiz? Qachonki o'sha, ya'ni pro bo'lganligingizni demoqchiman. Trading oson emasligini o'sha psychology bo'limida his qilasiz. O'sha bo'lim eng og'iri. Endi qanchalik kuchli strategiya bo'lishidan qat'iy nazar, zaif psixologiya bilan foyda tizimlilikka aylanmaydi. Biz bu muammoga birgalikda barham berishimiz mumkin. Agarda siz meni aytganlarimni qilsangiz, men yegan bo'qlarni yemasangiz. Backtesting bu tarix emas, treyderning o'zini anglash jarayoni. Men kayf qiladigan joy. Mana shu narsani o'zbek tilida tushuntirib berishga, ya'ni o'zbekchada so'zlar taxlashga 1,5 soatcha vaqtim ketdi. Bu orqali ko'p yillik xatoni maksimum 1 oyda bartaraf qilish mumkin. Bu yerda nima demoqchiman? 1 oylik backtestingda o'tirib, ya'ni M5 ga olinadi yo M3 ga olinadi fix replayda har kun 9:30 kutiladi. Va o'sha momentda общий siz big data ko'rib olasiz. Ya'ni katta kartinkada qanaqa ketyapti? Qaysi model ketyapti? Misol, buy trendmi, sell trendmi? O'sha modelga tushib olasizda, bo'ldi, shunda ishlayverasiz. Uni MMXM ichiga solib M5 da o'tiraverasiz. Tushunyapsizmi? Har kuni. Mana shu 1 oyni aytyapman men. Men bilan boradigan 1 oy bu 2 namchi 1 oy. Ya'ni 2-o'rinda demoqchiman uni urg'usi. Nega aynan bu kurs? Ya'ni o'zbekchasiga yozishga harakat qildim bu yerda. Mentorship o'zbekchasiga kurs deyiladi-da. Da. Kimlardir menga aytishi mumkin bu yerda, pizdes marketolog notiqda. Chunki biznikilar xohlashmaydi haqiqiy bilim qidirishni. Haqiqiy mindset nimaligini, haqiqiy nima desa bo'ladi, bozorda ishlash potensiali qanaqaligini tushunishni xohlashmaydi. Shuning uchun ham kimdir nimadir qilsa va unga chin ko'ngilda yordam bermoqchi bo'lsa va u boshqa advanced leveldagi qatlam bo'lsa, sirrazi nimadir qilib, bilet ko'tiqchib ko'ra olmasdan nimadirlar deb tashiydi. Shuning uchun ham qo'pol bo'lsa ham yozdim. Nega aynan bu kurs siz uchun? Shu yergacha yetib kelganlarga men alohida tashakkur aytmoqchiman. Nimaga? Chunki ular o'zini ustida qat'iy ishlamoqchi bo'lganlar. Menga beriladigan pul bozorga beriladigan puldan ancha arzonroq. Shuni ham hisobga oling. Menga ketkazadigan muddatingiz kelajakda mensiz ketkazadigan ko'p nechidir oylar muddatidan ancha keyingi, ancha yengina. Qaytarib aytaman, ancha yengina kamroq. Bu oddiy kurs emas. Rostdan shunaqa. Bu oddiy, umuman oddiy unaqa mentorship emas. Siz o'qidingiz bo'ldi, ketib, birat sog' bo'lasiz emas. Men siz bilan boya aytganimdek, bir umr birga bo'laman. Naborot, siz meni qancha mazgimni sikib qo'limga bersangiz, uzru meni bezovta qilsangiz, tushunmagan narsalaringizni o'zingiz ustingizda ishlab topib, shu narsalar ustida bosh qotirsangiz, men shunchalik ko'proq sizga yaqinroq bo'laman. Balki kelajakda Xudo xolasa haqiqiy bootcamp qilish niyatim bor. O'sha bootcamp orasida ham bo'lishingiz ajab emas menimcha.
И bu o'zingizni topish modeli. Da, bu o'zingizni topish modeli. Tushunyapsizmi? Oddiy trade setup modelini nazarda tutmayapman. O'zingiz uchun qanaqadir namuna yasaysiz. Endi xulosa. Qaytarib aytaman, bu oddiy kurs emas. Bu Google Translate qilingan soxta ICT kurs emas. Ko'pchiliklar chiqib ketishdi boshida shunaqa qilib. Chala SMC, IST'lar nimadir qilib tarjima qilingan. Hozir ham Instagramda aylanib yurib bittasi ko'rib qoldim tunov kuni. Trading Hub SMC bo'yicha ishlaydigan bola zo'r ishlardi. Endi men hozir IST'ni Absolute Cinema deb qabul qilaman. Xullas, mm, shunaqa laxatron narsa emas. Bu yerda meni bilimim, men ICTdan o'rgangan bilim va tajribalarim, chartdan olgan tajribalarim asosida ishlanadi. Chista o'zbekchasiga sizga haqiqiy MMXM qanaqa bo'lishini o'zimni talqinimda va ICT talqinida tushuntirib berishga jiddiy jahd qilib, jon jahdim bilan tushuntirib berishga harakat qilaman. Agar o'zingiz yig'ishtirib olib, rostdan ham professional trader bo'lishni xohlasangiz, ya'ni professional deganda qanaqa full time trader bo'lishni xohlasangiz, ishoning, siz noto'g'ri joyda emassiz. Siz to'g'ri joyga yetib keldingiz. Chunki bu joygacha bu videoni ko'rgan yoki bu e'lonni ko'rgan odam maqsadi jiddiy odam. Tushunyapsizmi? Go boshlaymiz deydigan odam. Chunki unga bilim qiziq. Unga kelajakda yo'qotadigan ko'p va xo'p energiya, vaqt puldan ham ko'ra. Eng keraklisi vaqtni tejash muhim. Bu yerda kurs emas. Bu yerda uzr, ozgina qilishib ketib yozganman. Sizga qaratilgan ko'zgular yozib, siz bilan gaplashamiz. Men siz bo'lib beraman. Mana shunday o'zingizga ko'zguni shunday tutamanda, basharangizga solaman. Kimligingizni, nimaligingizni, qanaqaligingizni. Shunaqa ruhiy jihatdan sindirishga harakat qilaman, ishoning. Bu chista chartda sovuqqon bo'lishingiz uchun demoqchiman. Men sizni bilet amizni chiqarib tashlamoqchiman yoki boshqa narsa emas. Psixologik jihatdan sindirib qo'yish emas. Ichingizdagi boyagi egoni sindirishni nazarda tutyapman. Ichingizda boya qo'lingiz, endi men o'zim kompyuterda ko'proq ishlaganligim uchun hazillashib aytaman. Mishkasi tegib ketgan joyda boy order block FVGdan bay ochib yuboradiganlarni juda yomon ko'raman. Shu oddiy FVGni tushuntirib bera olgan odam men uchun normalniy odam deb o'ylayman. O'sha narsani tushuntirmasdan любой ko'rgan joyda ishkani taq ochib yuborsa, u просто ебан yoki gambler. Unaqa emas trading. Tushuninglar. Yangidan yasalishlar va yuksalishlar bo'ladi. Yangidan yasalish nima deganda reborn self. Ya'ni o'zingizni o'zingiz qaytadan kashf qilasiz. Chista o'zbekcha tarjima qiladigan bo'lsa, qayta tug'ilish. Bu yerda faqat kuchlilar qoladi. Rostdan ham shunaqa. Meni gapimga chidaganlar achchiq. Prям rosa ham achchiq, ishoning. O'zi biladi men bilan ishlaganlar. Ular haligacha rahmat aytishadi ko'pchiligi. Chunki ular ruhan tayyor bo'lib bo'lishgan. Ular shu joydan ko'proq yutishgan. Bu yerda aytib qo'yay oldindan, razmen bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, bahona izlaydiganlar. Men aytganimdek, aka, qo'shnim it o'lib qolibdi-da, o'shaning uchun vazifani qila olmadim, uzr olma deb qo'yib, bu yoqda onishlar bilan PlayStation keskin tashlaydigan, u vazifa qilishga kelganda yo'q bo'lib qoladigan. Unaqa uchun kerak emas. Chunki meni ham vaqtimni o'g'irlaydi, o'zini ham anasini o'g'irlaydi. Uzr, mana bu yerda mas'uliyatdan keyin, ma'dan keyin tutuq belgisi bo'lishi kerak edi. Shoshganim uchun buyoqqa o'tib qolibdi. Xo'p. Qanaqadir motivatsiyani orqasidan quvadiganlar ham menga kerak emas. То есть, aka motivatsiya bering, nimadir bo'lib qoldi. Yo'q. Men demotivation qilaman. Ya'ni anti motivatsiya. Shunaqa amiz chiqarib tashlayman. Qanaqa ma'noda? Oddiy o'sha psixologik jarayonda aytyapman men. Chunki tarix o'qituvchim bo'lardi, o'qishga tayyorlanayotganda, litsey paytida 9-sinfdan litseyga o'tadigan chog'da boyagi tarix o'qituvchim qiz bolami, o'g'il bolami shunaqa gapirib tashardi. O'sha qiz keyingi kuni ishoning, yo darsga kelmas edi, yo kursga kelmas edi demoqchiman, yoki mavzuni cho'tga o'qib kelardi. Endi u har qanday insonda o'zini irodasiga bog'liq. Kontent kolleksionerlar ham, ya'ni bo'ldi, shu mavzuni olib qo'yaman, ertaga kuchli o'qiyman deb turib hech narsa qilmaydiganlar
Bu yerda ularga prosta joy yo'q demoqchiman xolos. И faqat savdoni, bozorni o'zini chinakamiga anglash uchun tayyorlangan kurs siz uchun. Ya'ni tayyorlanasiz demoqchiman. Endi mana bu yerdagi bo'limlarga 8 ta sectionga e'tibor beramiz. Bilim, idrok, idrok, chuqurlik, aloqa. Xullas hammasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi bilim. Bu yerda sizga hech qanaqa boya Instagramda ko'rgan kontentingiz berilmaydi. Bu yerda sizdagi ichingizdagi o'zingizlar to'qib chiqqan yolg'onlaringiz, o'zingiz ishongan yolg'onlarni birgalikda sindirib, haqiqatga tikka qarab, chista bilimni o'rganamiz. Ular nima degan, boshqa narsa nima degan, yo'q, ular qiziqmas bizga. Siz bilan biz bozordan o'rganamiz xolos. Keyingisi idrok masalasi. Agar siz haliyam eng zo'r kurs qayerda deb, ana bunday ekan deb qidirib yurayotgan bo'lsangiz, ishoning, hali tayyor emassiz. Kelajakda bu kasbni egasi bo'laman deb o'ylamay qo'yavering. Prosta kallani ishlating, ongni ishlating, idrokni. Siz uchun to'g'ri kelyaptimi, yo'qmi, ikkilanmasdan o'sha qizil tugmachani yoki yashil tugmachani bosa oladigan darajada bo'lganingizda siz bilan gaplashamiz. Xo'p, chuqurlik. Endi bu yerda ko'pchilik endi MMXM deb o'ylagandan keyin MMXM ichida boyagina qani accumulation fazi, OB, FVG, SMR, nimadir, SNR, uzr, SMT, SMRlarni tushunadi bo'lishi ekan-ku deydi. Yo'q, anaqa emas. Biz prям chuqur tortamiz deydi. Xuddi shunaqa chuqur tushamiz. MMXM shunaqa his qilasiz. Shunaqa his qilasiz. Prosta rostdan ham qayerdadir eshitgan bo'lishingiz mumkin. Kuniga maksimum 2 soat trade qilish bu haqiqiy pro treyderda ishi ekanligi va pro treyderchasiga yondashib trade qilish ekanligini tushunasiz. Chista MMXM o'zi bilan. Agar aytyapman-ku, MMXMni siz qayerdadir accumulation, SMR, SMT, OB, FOG, nimadir, Silver Bullet vaqtda shunaqa ishlash kerak ekan, 900 da shunaqa ishlash kerak ekan deb tushunsangiz, ishoning, siz hali ham haqiqiy MMXMni ko'rmagansiz. Shep. Xo'p, keyingisi aloqa. Juda ham ko'p dars ko'rgansiz, bilaman. Lekin hech qachon dars ko'rib bo'lgandan keyin 100 talik bilaman. Ko'pchilik kurs o'qigandan keyin o'sha vazifani qilayotganda standart vaqtdan tashqari o'zi uchun ham yana qo'shimcha trenirovka qilib vaqt ajratmagan. Tushunyapsizmi? Menda unaqa narsa yo'q. Siz men bilan qanchalik chuqurlashib borsangiz, men siz bilan shunchalik kontaktni, ya'ni aloqani, dars soatini uzaytirib boraveraman. Ya'ni men sizga borim to'kib sochaveraman. Menga qiziqmas u 45 minut mengiz oladimi, yo'qmi, qo'yib qo'ygan joyim bor. Siz tushungan joyingizda men shunaqa miyangizga boyagi narsalarni berishni boshlayman, o'sha o'zingiz his qilasiz. Bu narsani oddiy endi o'zimizga o'xshagan oddiy bolalar chista men darsliklarimni ko'rib va YouTube'dagi backtesting darsliklarini 3-4 soatlik darsliklarni ko'rib tushungan va foydaga chiqqan oddiy kurs sotmasdan o'sha narsani qilgan bolalar tushunadi. Chunki ular rostdan ham ko'p backtesting qilganda, men bekorga aytmadim birinchi. Self research. То есть self study qilasiz deb turib. Tushunyapsizmi? Mengacha bo'lgan joyda siz aqlingiz yetguncha nimadir qiling, keyin men bilan birgalikda nimadir qilib ko'rsangiz, uni ta'mir boshqachaligini his qilasiz, do'stim. Tushundingizmi? Xo'p, keyingisi haqiqat. Haqiqat hech qachon sinmaydi deydi-ya, egiladi bukladi, lekin hech qachon sinmaydi deydi-ya. Haqiqat bor. Haqiqat borki, men bu YouTube o'zbek segmentidagi YouTube olamida, o'zbek segmentida bu kanalim bor va ular to есть darsliklarimni nazorat etyapman. Bekorga tekindan tekinga ochib qo'yilmagan. Tushundingiz-a? Bu yerda unda to'tabet bo'qidish nimaga sotyapsan deyishingiz mumkin. Bu yerda kechirib qo'yasiz-ku, boshqa leveldagi odamlar ham bor. Bu yerda biz uzru sal oddiy inson bo'lib tushunmoqchi bo'lsangiz, noto'g'ri tushunib qo'yasiz bu gapimni. Shuning uchun warning, ya'ni ogohlantirish qilib aytyapman. Oligarxlar bilan o'ynaymiz. Oligarxchasiga o'ynaymiz. Tushundingiz-a? Chista vaqtini ayaydigan, tejaydigan va o'zini mablag'ini ham, ya'ni kelajakda yo'qotadigan daxliy summasidan ko'ra summamni yo'qotib turay,
Raz evaziga shuncha narsa keladigan bo'lsa, men roziman deydiganlar bilan o'ynaymiz. Tekinga o'rganmoqchi bo'lganlar, пожалуйста, YouTube'imda turibdi. Ammo meni bezovta qilmanglar. Tushundinglar-a? Shu. Men bu yerda o'zimdan nimadirlarni yoqmayapman. Chunki meni treyddan tashqari oilam bor, o'zimni ishlarim bor, farzandlarim bor, ularga vaqt ajratishim bor. Tushunyapsiz-a? Men o'shalardan, o'zimni treydimdan vaqt ajratib, men bilan ishlayotgan studentga vaqt ajrataman. Shu. Xo'p, haqiqat ustoz deb ishonib yurganlarni ko'pchilikni ahvolini ko'rdikda. Oxirida Instagramlarga chiqib olib, meni shunaqa qilib ketdi, nuqul qilib ketdi. Bunaqa qildirib yuravermasligingiz uchun ham haqiqiy chista treyder bo'lsa treyder, haqiqiy mentor bo'lsa mentor, ya'ni o'zimga o'xshashlarni aytyapman. Toping shular bilan ishlang. Ya'ni haqiqiy bilimni orqasidan qo'ying. Nuqulani hype qiladiganlarning orqasidan emas. Chunki ularning umri uzoq. Chunki qachondir xalqimiz tushunib yetadi. Bularni nimasi bo'ladi? Miyasi bo'm-bo'shligini va bum-bum kalladan boshqa hech narsa emasligini. O'shandan keyin kech bo'ladi. Chunki siz juda ham ko'p vaqtingizdan ko'ra pulingizni va asabingizni yo'qotgan bo'lasiz. Xo'p, keyingisi mas'uliyat. Oldindan aytaman, siz qanaqadir natija kutayotgan bo'lsangiz, ha, men sizga natijani va'da beraman. 100%. Bilasizmi nega unday deyapman? Chunki siz men xohlagandek. Diqqat qiling. Hech qachon bir taraflama muhabbat bo'lmaydi va qarz hech qachon bir qo'ldan chiqmaydi. Tushundingiz-a? Eshitdingiz-a? Birgalikda bir tanu bir jon bo'lib, bir-birimizga mehr berib, endi ja unaqa gaylashib ketmaymiz-ku. Normalniy darsga nisbatan aytayapman. Mehr berib ish qilsak, sizda erishasiz. Erishmaysiz emas. Faqat erishganingizdan keyingi oxirgi psychology joyi turibdi. U joyi o'zingiz bilan o'zingiz qolasiz. O'sha joyda ham men sizga bahol qudrat yordam beraman deyman, lekin o'shanda ham aytganimni qilmasangiz, hammasini rasvo qilib ko'tingizga tiqqansiz bo'lasiz, kechirib qo'yasiz. U yerda meni aybim yo'q. Agar siz razmen aytganingiz bo'lsa, bekorga aytmaydi. Ustozingni aytganini qilganini qilma deb turib. Chunki men bu devor bilan tanishmanda, meni boshim mana shu yerda ko'rgan. Sizni ko'rmasligingiz uchun men sizga aytayapman. Nimaga? Chunki siz menga soqqasini otyapsizmi? Men adim qo'y sizga yomonlikni ravo ko'rmayman. Nima sen shunda odam ajratyapsanmi? Yo'q, unaqa emas, kechirib qo'yasiz, YouTube'da turibdi. Prosta yaxshilab eshitmagansiz. Agar siz shunaqa deyotgan bo'lsangiz men haqimda. Xo'p. Avval xatolar bilan birgalikda yuzma-yuz ko'rishamiz. O'sha yerdagi asl muammoni birgalikda ochamiz. Mas'uliyatni his qilgan holda. Sizni mas'uliyatingiz nima? Menga bergan pulingizni meni haqqimda oqlash. Meni mas'uliyatim nima? Siz bergan haqqingizni mendagi haqqingizni oqlash. Borimni to'kib sochaman, borimcha harakat qilaman, baholi qudrat kurashaman sizni foydangizga. Siz ham xuddi shunaqa meni foydamga. Qanday ma'noda? Men bergan, ketkizgan vaqtni oqlash. Ikkalamiz bir-birimizni rozi qilsak, bu aynan biz kutgan natija deb o'ylayman. Xo'p, bu yerda sen hech kimga yoqmaysan. Bilasan-a, Do'stumbek? Hatto menga ham. Da, shunaqalar bor. Bilasizmi nega? Chunki u dars qilmaydi, aytganini qilmaydi. Bu aynan o'shanaqa bilat quloq solmaydiganlarga tegishli. Lekin qayta qurilib, qayta tug'ilmoqchi bo'lganlar, o'zini qayta tiriltirmoqchi bo'lganlar, пожалуйста, go ketdik jangga. Shunaqa. Yana qaytarib aytaman. Bu yerda natijani o'zizga o'zingiz berasiz. Xulosa shundaki, achchiq haqiqatlar bilan kuchli mas'uliyatni his qilgan holda haqiqiy bilimni olib, chuqur idrok bilan oxirigacha men bilan kontaktda ushlagan odam qayta tirila oladi. Qaytarib aytaman. Qayta tug'ila oladi. Shu edi. Men sizlarga tanishtirmoqchi, tushuntirmoqchi va men kursimda sizlarga nimalarni beraman. Shu. Ha, Do'stumbek, siz meni kommentda yomonlab yozib olib, nimadir marketolog, nimadir
Po'xuy ishoning. Siz shunaqa deb o'tiravering, qolganlar soqqani bosaveradi. Chunki siz bunaqa deyishingizni sababi хотя бы meni YouTube videolarimni, YouTube'ga qo'ygan tekin video darsliklarimni oxirigacha ani mag'ziga yetib, tushunib ko'rish naryoqda tursin, oxirigacha ko'rmagansiz. Ko'rgan bo'lsangiz ham tushunmagansiz. O'shanaqa narsalarni tushunish uchun bu yerda marhamat, ketdik men bilan one to one sessionga. Bo'lmasa qayta ko'ring. Tushunasiz albatta. Chunki men hech qachon va hech qayerda yashirmaganman. Kartalarda shu paytgacha va bundan keyin ham ochiq oydin o'ynayman. Charchamanglar. Chao bambino. Chalg'imang, Do'stunbek.